Haqiqiy sushixo'rlar uchun garachi shik roli. Sushini yaxshi ko'rib, ammo xom baliqni iste'mol qila olmaydiganlar uchun juda ham mashhur va mazali bo'lgan garachi shik roli. 500 gram guruchni yaxshilab chayib olib, 650 ml suv bilan qasqonda 45 daqiqa davomida pishirib olamiz. Guruch zapravkasi uchun yarim litr mitsukan sousiga 450 gram shakar va 2 qoshiq tuz bilan 1 dona limon sidrosi bilan shakarlar erib bir marta qaynab chiqishi bilan olovdan olamiz. Pishgan guruchga shu zapravkadan 125 ml ni quyib aralashtirib olamiz. Tovuq filesini qizartirib olib, bir qoshiq soya va bir piyola suv bilan 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bodringni faqatgina qattiq po'stlog'ini chetamiz. Baliq va pishirilgan tovuq filesini ham salonka shaklida to'g'rab olamiz. 200 gram un, 1 qoshiq kraxmal, ozgina tuz, 350 ml suv bilan panirovka uchun klar tayyorlab olamiz. 150 gram mayonez, 1 choy qoshiqda chili va soya bilan garachi shik sousini tayyorlab olamiz. Norini 2 ga bo'lib, yarim qismiga 125 gram tayyor guruchni noridan 2 sm chiqarib yoyib olib, presslab olamiz. Tvorojniy sir, losos va bodring bilan rolni o'rab olamiz. Baliqni xush ko'rmaganlar uchun baliqni o'rniga tovuq bilan rol o'raymiz. Yengil kuch bilan presslab, rolni formasini to'g'rilab olib, birinchi klarga botirib olib, undan so'ng penku suxaris bilan panirovka qilib olib, ko'proq qizib turgan yog'da 4-5 daqiqa davomida qovurib olamiz. Qovurilgan rolni 1 daqiqaga salfetkaga o'rab qo'yib, ortiqcha yog'ini shildirib olib, undan so'ng 8 bo'lakka bo'lib olamiz. O'zimiz tayyorlagan garachi shik va tayyor unagi sous bilan bezatib olsak, ajoyib rolimiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Agar sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizda eslab qo'shingiz yetarli. Baltani bilan har qanday sushi yanada mazaliroq.